Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Erik Haydar. Ustimdagi kiyim, manu, ochki hammasi 500 ming dollar turadi. Meni sanatimga emas, kiyimimga e'tibor beringlar. Manchester City'da muxlislari bormi? Kim? Padarka, men sizga. O'sha mashhur Real Madridning muxlislari bormi? Ana sizlarga padarka. Barselonaning muxlislari bormi? Bitta narsani bilib olinglar, bu klub sizlarga padarka emas. O'rtoqlar, kelishib olaylik. Bugun jiddiy yakuniy nazorat. Bugun borini bor, yo'g'ini yo'q qilamiz. Ogohlantirib qo'y. Ana uyida degan nomashi. Mana ro'y moylari bor-ku. Darsga xalaqit berish uchun cho'ganinglar, qip yalang'och qilib yerga qarab ustingdan yog'si begavoy darosha qilaman ustingda ishon. Asamga tegma. Bugun odam anatomiyasi darsini sizlarga o'tib beraman. Ya'ni meditsina. Kelishdiga bitta chiroyli qarsanglar, biz boshladik. Boshida o'zimni tanishtirib qo'y. Ismim Erik Haydar, professor olim bo'laman. Katta tanaffusda eshitgansizlar-a? O'zim katta qilganman. Mengacha u kichkina bo'lgan. Erik aka biz ham ko'taring, katta qiling yurardi. O'zim ko'tarib katta qilganman. Xalqlar do'stligini eshitgansizlar, mana o'tiribsizlar. Shular oldin dushman bo'lgan. Men o'zim do'stlashtirib, bunaqa qilmaydi, bo'l kerak emas deganman. Kelishdiki, opalar, plastik operatsiyani eshitgansizlar-a? O'shani men plastikka o'tkazganman. Darsga xalaqit beradiganlar, mana u 41, lekin 44lar bilan o'qigan. Teganda 48, 49 bo'pti-ya. Kelishdiga boshladik. Odam anatomiyasi. Bu fan nima? Odam anatomiya 3 ta cho'mak-ku. Men seni tanidim Iplos. Men seni tanidim. Sen hozir oldinga tush, kallangga fofur, kallang chuqurcha qilib qolma. Yomg'ir yog'sa suv o'shatga to'planadigan qilib qolma Iplos. Asabimga tegma. Qolganlar suvda og'zida g'arg'ara qilsa, sen boshingda g'arg'ara qiladigan qilib qolma Iplos. Men seni eslab qoldim sen. Konsert tugadi-yu. Ko'chada yurganingda ham boshingga suv quyib qo'yma, muvozanatda yuradigan qilib qolma Asabimga tegma. Tak, diqqat bilan eshitinglar. Bo'ldi. Mana shu 3 ta cholayotganlar, parosat katta qilyapsizlar. Ve darsga xalaqit bermaydi. Mana meditsina deyapman, qiziq bas bularga. Tupurib qo'ygan meditsinaga bular. O'sha uchun meditsinadagilar ham sizlarga tupurgan. Diqqat qilinglar. Odam anatomiyasi nima? Odam anatomiyasi fani inson organizmining rivojlanishi, o'sishi, uni shakllanishini o'rganuvchi maxsus fan. Bu bas qillaring. Yetar. Faqat meni darsimdami kamchiliklar? Erikning darsidan, Erikning ko'nglidan joy ola olmaysanlar sen. Bu fanni fan sifatida shakllanishiga bizni buyuk bobo kalonimiz Ibn Sino bobomiz asos solgan. Yevropada Avicenna, butun dunyoda meditsina nomi bilan mashhur Ibn Sino bobomizning nomiga meditsina so'zi qo'yilgan. Meditsina, madati sino degan. Bu degani O'zbekiston meditsinani poytaxti degani. Ibn Sino bobomiz 980-yil O'zbekistonning Buxoro viloyatini Afshona qishlog'ida 18-iyun kuni tug'ilgan. Endi savol, nimaga biz mana shunday bir ulug' inson tug'ilgan yurtda tug'ilib, meditsinani poytaxti bo'lib turib, jigarimizni Hindistonda davolatyapmiz? Nimaga ayollarimiz rak bo'lib qolsa Turkiyaga yuguryapti? Nimaga odamlar ko'zini Germaniyaga borib davolatyapti? Nimaga? Ibn Sino avlodlari nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Kimda javob bor? To'g'ri javobni diqqatni eshitinglar. To'g'ri javob chet elliklar uchun bizni bobo kalonlarimiz legenda. Biz uchun Nexi 2 legenda. Tushundingizmi? Butun dunyo o'zi pichoqsiz davolashga o'tgan, bizgilar hali nima yozganini tushunmaymiz. Zahar yozib bersa ham bor ichib yotaveramiz. Shunda yana qaysi sinfda kirish kerak endi, hani? Qaysi sinf bu? Davomat yaxshimi? Tikda formasizlar ko'ryapman. Hozir ustozlarga gap olib berasizlar shuni orqasidan. Hayfsan berib yuboraman. Adashdi. Aka?
aka, nima so'rayapsan? Davomatni tekshiraman, xonadagi holatni tekshiraman. Maylimi? Bilimchi, bilim. Bolalar bilimini kim tekshiradi? Bormi ro'yxatingda bolalar bilimi? Mediklarda bilimi bormi ro'yxatingda? Unaqa ortiqcha narsalar bizni qiziqtirmaydi. Davomat, forma, xonani yoritilganligi. Siz meni chalg'itmang. Xo'p, bularni bermasa nima bo'ladi? Men birinchidan komissiyaman. Xo'sh, Men u tepadan keldim. Maylimi? hozir yana 2 minutdan keyin pastdan keladigan qilib qolman, uka. Aka, Yo, endi men o'zim ishimni qilyapman. Mana shu davomatga qarab, sizni baholayman-da. Hozir ustozlarni ham baholayman. 5 olsangiz 5, 1 bo'lsa 1. Mana o'quvchilaringiz ko'z o'ngida. Davomatni qancha bo'lyapti o'zi? Forma kimda yo'q? Assalomu alaykum. bitta yarmida gaz yondimi? Ishdan bag'az issiq. Ko'tarildimi? Kimman deding? Komissiyaman. Komissiya, balki tekshirasizlar-da o'zlaringcha. Ayyi. Mana shunaqa sanlar shu mediklarni darsini bo'lib, kerak emas narsalar so'rab yurgani uchun ham mana bo'lajak mediklar keyinchalik faqat komissiyadan qo'rqyapti. Xalqdan umuman qo'rqmay qo'ygan. Aka. Mana shu yerda turasan, kakras tekshirasan. Kim kech qolib kelsa, forma dejasini tekshirib kirgizaverasan. Mana shu yerda tur. Aralashma darsga plyos. Voy, kechirasiz, men komissiya mana formada galsuylarim bilan turibman. Unaqa emas-da-yi. Siz o'qituvchilar tekshirasiz, chunki siz bilimingiz zo'r. Bularni biz tekshiramiz, to'g'rimi? Sizga savol. Ibn Sino bobomiz nechinchi yil tug'ilgan? Endi avvalo tug'ilishni o'zi bir mo'jiza. Shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerak. Konkret, dars. Qachon tug'ilgan? Endi konkret degan so'zni o'zi bir faktga asoslanishi kerak. Birinchi navbatda shuni aytib o'tishim kerakki, konkret javob bu juda ham murakkab bo'ladi. Mana qara, sen olib qochishingdan deputatga o'xshayapsan-da. Bakaga mana qara. Nechinchi yil tug'ilgan Ibn Sino bobomiz? Hamma bilyapti. Studentlarcha ham bilimi yo'q. Kim qo'ygan sen komissiya qilib? To'rmatda. Xollasang boshqa savol beray. Bekorga komissiya. Tangingiz 90 gradus burchakda nechiga teng? Qayerda turish kerak edi? Aralashma iplos. O'rtoqlar. Buyuk 3 ta choma. 3 ta choma qora kiyimdagi. Mana ikkala qoshingni orasiga yoz. Manatim bilan shuna uraman, ikkala ko'zing bir-birini ko'radigan qilib qolman. O'sha agar odamni urishni pulli qilib qo'ysa, kredit olib bo'lsa ham uraman masan iplosni. Diqqat bilan eshitinglar. Ibn Sino bobomiz o'shanda birinchi bo'lib o'zbeklarga nima degan? Agar degan, chang bo'lmasa, odam 1000 yil yashaydi, birinchi o'zbeklarga aytgan. Xudoga shukr, biz chang shaharlar bo'yicha birinchi o'rinda turibmiz. Chang yutish bo'yicha ikkinchi o'rindamiz. Yana bitta gap. Odam organizmi. Agar sizlar anatomiyani bilsalaringiz, meditsinada muammolaringiz bo'lmaydi. Buyuk professor Erik Haydarning shunday gap bor. Anatomiyani bilmagan odam nafaqat keraksizdir, balkim xavflidir deyilgan. Kelishdiki, birinchi savol boshlaymiz. Qaysi turingchi? Siz turing. Burunni vazifasi nima? Burunni vazifasi. Qichish. Orqa bilan bir xil ekanda burun, ha? Mono bilan mono bir xil ekanda, sizda. Nodirbek Hayitov degani kelibdi mana darsimizga. Burunni vazifasi nima? Nafas olish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda burun nafas olish, hid bilish uchun ishlatiladi. Faqat bizda ayrimlar buni birodishiga tiqish uchun ham ishlatadi. Kelishdiki, Umidjon Umarov degani kelibdi. Sizga savol. Quloqning vazifasi nima? Eshitish, to'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda quloq eshitish vazifasini bajaradi. Hammani qulog'i shunaqa. Faqat bizda bunga lag'mon ilish uchun ham ishlatamiz. Qanaqadir quloqlik qilish uchun ham ishlatamiz. Jaloliddin Ahmadaliyev, kelibsiz-ku? Kelibsiz-ku? Salomat. Qani? Amakiga chaqib qo'yingchi. Qayerda yuribsiz? O'tgan darslar nima yo'q edingiz? Qani baqa chiqingchi? Baqa chiqingchi? Keling. Baqa keling. Uka hozir eshitasan mendan. Mendan eshitasan hozir, ha? Savol beraman, topsangiz, yana qayta joyingizga o'tirib, kim kirgizdi bu bolani darsga?
Bo'lmasa mana shu yerdan уволит. Chestniy bo'ladi. Savol. Menga qarang. Nima o'tgan safar qiynavdim bir joyga olib borib olib, qo'shiq qilib chiqarib yuborsizmi? Ha, yetar, qiynoqlaring. Kerak emas. Kerak emas. Yetar, azoblaring. Qiynaganim nima qilmayman. Demak, savol, odamning ichiga nimaga bunaqa bo'ladi? Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Unda o'ziga yarasha sababi bordir-da, shunaqa bo'lmasa kerak. Olib qochmayman unga o'xshab. Nimaga odam organizmidagi ichak bunaqa. Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Bunaqaligini bilmadim-u, o'sha kelgan o'sha ovqatni, o'sha vitaminlar, kerakli vitaminni shu ichaklar olib qolishi uchun adashmasam. O'sha meditsinadan xabarim yo'q-ku. Bilganim. Siz san'atni qattiq ushlang. Meditsinaga aralashmang. Nimaga bunaqa bas? Chunki agar odamning ichiga bunaqa bo'lganda qaynoq suv ichsa, u kuyadi. Tushundingizmi? Men bu yashirincha kirganini ko'rib qoldim. Nima qilaylik, o'tirsinmi, chiqib ketsinmi darsdan? Tanish bilish qilishma, ertaga majula seni davolaydi bilimi yo'qlar. To'r qator, qo'shiq yog'si o'tiradi, o'zi uchadi. Borimda bor, yo'g'imda yo'q, sinib ketsam ko'nglimda stol jo'ralar. Jo'ralar. Borimda bor, yo'g'imda yo'q, sinib ketsam ko'nglimda stol jo'ralar. Jo'ralar. Bir taysar bo'ri yedim, davralarni to'ri yedim, ichingizda zo'r yedim, jo'ralar. Olin so'rash bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Dars bo'lyapti. Meni ham o'tgan safar meditsinadan savol berganimda mana shunaqa qo'shiq aytdi. Jaloliddin, boring o'tiring. Qo'shiqda uchun siz qo'shiqda zo'rsiz. Meditsinaga aralashib yurmang. Qarsanglar bo'lsin. Kelishdiki, mendan ko'pchilik so'raydi, erkakka nimaga gif konkurs qilmaysiz? Tinchlik. Men senlarga bloger basma aytib qo'yay. Vayim emas. Men bitta gif qilaman, qaytib gif bo'lmaydi O'zbekistonda. Bitta gif qilamiz, yo qilaylikmi gif? Gif konkurs. Bitta bo'ladi, qaytib bo'lmaydi. Ikkita sovg'a bo'ladi, ikkinchi o'ringa sariq bolani qo'yamiz. Birinchi o'ringa iPhone. Kelishdiki. Keyingi savol o'rtoqlar. Bobur Mansur. Kepsiz-ku, ha? Qani chaqqib qo'yinchi tog'asiga. Qani oshqozonni vazifasi nima? Hazm qilish. To'g'ri. Butun dunyoda oshqozon hazm qilish vazifasini bajaradi. Ibn Sino bobomiz ham tib qonunlari asarida yozib ketgan. Necha kosa ovqat bilan to'yadi oshqozon? Bir kosa. To'g'ri. Dunyodagi hamma odamning oshqozoni 1-2 kosa ovqat bilan to'yadi. O'tiring. To'g'ri aytdi. Lekin nimagadir bizda ayrimlar 1 kosa ovqatdan tashqari asfaltni pulini ham yeb ko'ryapti. Yetimning haqqini ham yeb ko'ryapti, alimentni bermay ham yeb ko'ryapti, og'aynisini haqqini ham yeb ko'ryapti. Yorilib ketadi mana u. Haydar Haydarovich, yana bitta o'quvchingiz kech qolib ketdi. Kim ekan u? Qani? Kirmayman bu darsga. Kirmayman. Saxatbek, salom. Assalomu alaykum. Qani? Sen ishingni topding-ku. Sani ishing shu ishingni yag'ida uka. Bag'iga bizga qo'yib beraver. Qiziqmayman men bu darsga, nima qilaman? Men kinochi bo'lsam men. Ha, qara uka, sendan birov qiziqasanmi, qiziqmaysanmi so'ragan. Qayerda yuribsan? Nima kech kelding? Shu direktorimiz aytgan kinolarni olib yuribman. Kinolar olib yuribman? Fanchi fan.
Meditsina, bilib olinglar. Taksistmisiz, qiziqchimisiz, qo'shiqchimisiz, meditsinani bilishingiz kerak. Meditsina bu sog'liqqa bog'liq. Ertaga bola kasal bo'lib qolsa, darrov doktor chaqirib yurmanglar. Meditsinaga har birimiz qiziqishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri. Shunaqa do'stim men qiziqib ketyapman-da, shu borgan sari majlis darsiga kirsam, vrach bo'lgim kelyapti-da. Yo, menga ruxsat bering kino olishga, bo'lmasa men U darajada operatsiya qiladigan darajaga olib bormaymiz sanki. ha yo'q. Bilamiz, sen o'zi kino otingsan, uka. Hozir savol beraman, topsang, o'xshatsang, kirib o'tirasan. Mana mana shu yerda joy bor. Bo'lmasa uchasan, uka, qaytib ko'zimga ko'rinmaysan. Kino bo'lsa, kinodan savol beraman. Uka, mana. Tasavvur qil. Mafiya, don, haqiqiy don. Don bor-ku. Haqiqiy don. Pul olgani kelding. Ha, o'ynab berishim kerak? Ha, o'xshasa o'tirasan. Ha, darsga o'tiraman. Men oldimga kel, o'sha pulni so'ra. Mana dushmanlarimning xatosi. Men tilamchi bo'lib kelmayapman. Konkretniy, mafiya. Mafiya. Aktyorskiy. O darmayetdan farqi bu. Sevgi sahnasi. Shohruxxon, Hindiston. Men bas kim qiz deblar. Menda qizim erkecharoq bo'lib qoladi. Sizmi? Keling. Aniqmi? Erizetda to'palang qilib turmasin menga. O'chirib tashlang, bizgilar chiqib qopti demasin-da. Mana qiz, tanimayman. Shu qizga kelib, bu qiz boshqasiga tegib ketyapti. Nima sabab? Shuncha yil yaxti poymon nima bo'ldini ko'raylikchi. Boshidan bitta romantika. Bu ana bunaqalar seriyozno. Ahad Qayum o'ynayapti. Yog' nimaga qizga? Yog' nimaga? Jinni. Qiz boshqaga tegib ketyapti. Bilasam, Bilmay, o'sha bilgani uchun ketyapti-da. Xo'p. Bu kino bu. Ustoz, bu kino bu ximiya darsi emas bu. Men shuni tushunmayapti. Meditsinada ximiya darsi bas deganda ham maza qilaverasiz. Ha. Davay. Agar menga turmushga chiqsang, men senga va'da beraman, xotinim bilmaydi. Alisher aka, nima qilaylik buni? Sizlarga, polli kinochilarga layfhak aka. Nima qilish kerak? Shunaqalarni. Qizim o'tiring. Rahmat, qarshi javob qo'yasiz. Nimaga men darsga kechikyapman, siz Alisher aka, layfhak. Haqa turamiz. 3-rol. Menga seriyozli rol bering, men qimmat aktyor bo'lsam. Tasavvur qiling, mafiyalar sizni bosh geroyni, o'sha kambag'al bolani quylayapti. Siz qochyapsiz. Mafiya miltiq bilan quylayapti. Kambag'al bola menga tushmaydi-yu. Yo, siz bo'pti, boy bola bo'lib qochyapsiz. Baka, to'xta, otaman. Eshikni yop. Kinoda mana shunaqalar bor aka. Eshikni yopish kerak. Bizi kinoning eshigi karzinkaning eshigiga o'xshaydi. Lubi odamga ochilaveradi-da. O'rtoqlar, davom etamiz. Endi menda sizlarga bitta savol bor, unga sovg'a bor. Ibn Sino bobomizni to'liq ismini tutilmasdan to'liq aytganga sovg'a bor. Kim biladi? Ibn Sino bobomizni ismini to'liq aytganga Sharmil shayxga bitta yo'llanma. Hatang uka, dars bo'lyapti. Buni parozatni qishdan qana chiqib oldingsan? Salomat. Bo'ldi. Oldin ikkitani ko'rib olaylik. Ibn Sino bobo to'liq ismi, menga gapiraverasiz. Mikrofon ber, yerda tarqab turmaylik. Salom kerak emas. Abu Ali Ibn Sinoning to'liq ismi Abu Ali yo'q, ismni ichida. U bizni paytimizdan boshlandi. Qilib qo'yayotganlar bizda. Bular paytda a'la bo'lmagan. Abu Ali ibn al-Husayn ibn Abdullah ibn Sino al-Bahli. Noto'g'ri, to'liq bas.
Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino. Noto'g'ri. Kim bor? Bo'ldi, tushinglar. Noto'g'ri. To'liq bas. Sizlar hozir 4 ta shajarani aytyapsizlar. Keling. Bo'ldi. Shu bilan to'xtatamiz. Topsalar topday bo'lsa, buni o'zimga qoladi. Sirazi salom palom kerak emas. Bu darsni boshida salom berganman. Abu Ali ibn Sino ibn Hoshim ibn Hakim. Uka qamalib ham ketmagin. Mana shunaqa, Abu Ali al-Husayni ibn Abdulloh ibn al-Balxiy. Ya, ibn Sino al-Balxiy. 3 ta shajarani aytishyapti bular. Al-Husayn ibn Abdulloh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sino. To'ppa-to'g'ri. Qatlisiz. Qatlis. Samarqand qatidan. Katta Qo'rg'ondan. Mana sizga. Nima ish qilasiz? Student, bilyapsiz, studentlik ishimi shu, nima qayerda o'qiysiz shu? Student degan ishimi o'sha nima? U qaysi o'qish? Meditsina? O'quv markaz? Nimaga ixtisoslashgan o'sha? Meditsina. Men o'shani so'rayapman-da, uka. Bo'lajak medikman, nima bo'ldi? Bizni meditsina mana shudan ham ma'lum. Nimadir bermasang ishlamaydi bular. Davom etamiz. O'rtoqlar, endi sizlarda savol tug'iladi. Sanja u deyapsan, bu deyapsan, o'zing bilasan, bilaman men. Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino kelishdigi 57 yoshda vafot etgan. Bizni buyuk bobogalonimiz shunaqangi ishlar qilganki, hali odamda tushiga kirmagan. Birinchi bo'lib ko'z operatsiyasini amalga oshirgan odam Ibn Sino bobomiz. Birinchi bo'lib singan joyda gips bilan davolashni ham birinchi bo'lib shu odam fanga olib kirgan. Kelishdigi o'sha chang bo'lmasa nima bo'lishlar, tib qonunlari, undan tashqari tabobatda 546 ta dorivor o'simliklar topgan. Hozirgi kunda butun dunyo 396 tasidan foydalanadi. Bundan boshqasi yo'q. Butun dunyo bizni bobomizni qilgan ishlardan foydalanadi. Futbolni vatani Angliya, dollarni vatani Amerika, meditsinani vatani O'zbekiston bo'lishi kerak aslida. Kelishdigi bu gaplar hammaga taalluqli emas. Kimgadir tegib ketsa, o'shalarga taalluqli. Tegib ketdimi? Ha, demak, menga ekan deyaverasizlar shuni. Oddiy savol. Mana qonni borlar bora, bilib olinglar. Birorta qorni bor odam tarixda birorta davlatni bosib ola olmagan. Qorinni ichkariga tortasizlar-ku. Demak, ichkarida joy bor-da. U nima chiqib olaveradi? Chunki kechasi yotar qoringa 10 da osh deb, aroqni ichib, sasib 11 gacha yotamiz. O'shancha bunaqa ichidan qorin tugul xotin ham chiqib ketaveradi. Sharoitni zo'r qilib qo'yish kerak, dietani ushlab, sport bilan shug'ullanish kerak. Kelishdigi odamning ichidagi gijja yo'qotish uchun nima qilish kerak? Mana elementarniy savol. Hech kimga kerak emas meditsina. Bilib olinglar, yozib qo'yinglar. Gijjani yo'qotish uchun 10 litr suv ichasizlar. Jicha kutsalaring ani ichlarida gijja cho'kib yuradi. Kelishdi. Keyin olib chiqib, marhamat, yo'lni ko'rsatib yuboramiz. Ikkinchi yo'li ham bor. Ikkinchisi bu bizda ommalashgan yo'li gijjani yo'qotishdi. Kredit olasizlar-da bankdan. Kapil degan joyga ani gijjani plastigini registratsiya qilasizlar. Ani gijjani plastigidan bank bir ikki marta aytmasdan prosta yechib olsa bor, yemay ichmay o'zi chiqib ketadi. Sizlar Ibn Sinoni avlodisizlar. Nuqul qarasa, bu doktorga borib dori yozib bering, gijjam bor. Sizlar o'ylaysizlar, mana gijja mol deb o'ylaysizlar. Ha, bu ham eshitib turadi doktor bilan bo'layotgan suhbat, kindiylaringdan bunday qilib. Deydi. Doktor aytadi, "Mana shuni 8 da ertalab 8 da ichasiz, 10 kun iching" deydi. Qimmat dorini yozib beradi. Sizlar ham shu ekanda deb bor ichaverasizlar. Ha, qurtam bunday qilib, deydi. To'xta, bizga qarshi hujum qilyaptimi? Soatini 10 ta kam 8 ga qo'yib oladi u ham. Tirik organizmi ham. Bu ham turadi, o'sha 10 ta kam 8 da ich dorini deb. Biz nima qilishimiz kerak shuna payt? Opalar, 6 da ichishimiz kerak. Kutilmagan zarba bergan bo'lamiz ko'pga. Kelishdigi? Mana shu narsaga diqqatli bo'linglar. Yana bitta savol, o'rtoqlar. Mana bu organizmlarni ko'rib turibsizlar-a? Ha? Kindiydi vazifasi nima? Kim biladi? Uxlash kindiydi vazifasi.
yoqqa qarab gapiryapti, nima deyapti? Nima? Kimningdi vazifasi? Aytib ber, bunga sovg'a yo'q, bo'lajak medik. Ona qornida bolaga ozuqa berish. Homilador payt. Tug'ilgandan keyinchi. Tug'ilgandan keyin tashlalar kerak emas. To'g'ri, o'tiring, to'g'ri aytdingiz. Mana hozir kindi, umi kimdadir chiqib qolgan, kimdadir kirib qolgan, bu. Shunaqa san'atkorlar ham bor, ana bor bo'lsa ham mayli, yo'q bo'lsa ham mayli. Bilinmaydigan odamlar bor. Xuddi shunaqa narsa. Yana bitta narsa, o't. O't tufayli vazifasini kim biladi? O't. Kim biladi? O't vazifasini. O't. Zahar sochadi? Kim biladi o't vazifasini? Ovqat hazm qilish to'ppa-to'g'ri. O'zidan kislota ishlab chiqaradi va organizmda yog'ni parchalaydi. To'ppa-to'g'ri. Umijon bor 5 sizga. Kundaligingizni ertaga olib kelasiz. Agar o't kasallansa, zaharlangan sezdingizmi? Uni kesib olib tashlasa ham bo'laveradi. Chunki boshqa organizmlarga yuqishi mumkin. Xola, endi odamlar misolida tushuntirib beraman. Mana odamlarcha kimdir jigar, kimdir yurak, kimdir o't. Biz uni o'tligini bildingmi? Kasallangan. Sraz yo'qotishimiz kerak. Farzandlarga yuqadi. Kelishdiga joyida qutulish kerak. Shunday cholayotganlar. Mana shunday cholayotganlar konsertdan keyin orqaga o'tgan, hammani betingda poq-poq o'ynayman-sha. Asabga tegma, mana ayollar o'tiribdi. Hozir tushib betingga betim bilan uramasan iplos, qarab turing. O'rtoqlar, mana shu yerda, mana shu joyda Haydar Haydarovich, kech qoluvchilar yana davom eting. yana kim ekan? Assalomu alaykum ustoz. Uzr desiz oldim. Syomka deydim. Syomka deydim. Salomat. Syomka deydingizmi? Qanaqa syomkada? Shu o'zimizning reklamalarning syomkasida. O'g'ay, nech puldan bo'lyapti bitta reklama? Bitta lenta nech pul? 4 ming, 5 ming vaziyatga qarab. Mana uni vijdon bilan jig'ildon topib berchi uka. Qachchi? Yo'q ekan. Vijdon, hozir o'ta gap bo'ladi, dilimingni vijdon topolmadi, vijdon yo'q ekan deyapti deydi. Top uka. Mana shu bolalarning gapini eshitmagan quloq bo'lsa sotib olaman, kimda bor? Yo'q ekan, yo'q ekan. Yo'qmi? Bo'lmasa uka, nima qilsa o'tirsinmi, o'tirmasmi, yo savol beraylik. Savol beraylik. Savol. Jigar vazifasi nima? Jigar? Dushanbalarga ko'rishamiz shikila, bira. Ha, dushanbalarga obedlardan keyin, peshindan keyin bira yig'ilib. Har safar kech qolganman, o'shaning uchun bilmayman. O'rganmaganman. Xo'p, nimani savol qilib beray? Javoblarda o'shanga mos savol beraman, uka. O'tirsinmi, chiqib ketsinmi? Sizlar kimdan bo'lsa qo'shiq eshitaylik? Bu meditsina bo'lyapti. Meditsinada qo'shiqqa balo bormi? Bitta she'rki ko'ramiz o'sha. Bitta she'r xohlagan. Xohlagan? Ha. Ona haqida aytaman deb faqat bo'ladim. Farqi yo'q. Onam, mehribon onam. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, o'jaroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegiz kelyapti ona? Palovmi yo ser go'sht norimmi? Hech tortinmay ayting borini, poyingizga sochay borimni. Nima yegiz kelyapti ona? 1-2 so'm oshinganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor. Ayting bemalol, nima yegiz kelyapti ona? Bolam, qo'y deysiz. O'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz-a? Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi munis xazinam. Maylimi bir gapimni aytsam, negadir zo'r rol o'ynolmayapman. Zo'r ijrolar qila olmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Menga mehringiz yetmayapti ona. G'ururimdan ketkazib, xubori sen yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona, rozi qilay deyman-da ona.
Meditsinaga nima aloqasi bor bu she'rni? Lekin ko'plab mediklarimiz ham mana shunaqa she'rlarni yodlashi kerak deb o'ylayman. Ko'ngil bo'sh edi. O'tirgin kelsa o'tir uka. Mana joy. Mana joy. Alloh sen chiqib ket. Shattaman aka. Bo'ldi, shatta bo'lsin. O'zimizdanmi deyman, shattaman deyapti. O'rtoqlar, endi sizlarga meditsinani ko'chadagi foydasini tushuntirib beraman. Agar sizlar meditsinani bilsalaringiz, hech kimdan qo'rqmaysizlar. Nursulton Ro'ziboyev kelibdi nihoyat, qarsanglar bo'lsin. Qani? Maktabimizni faxri, xohlasangiz bu tomondan baqa chiqing. Keling, keling, keling. Anjolilar keldi, anjolilar keldi. Salomat, Nursulton. Qo'rqmang, urmayman. Qarang. Ko'chada ketyapsiz. Ko'chada ketyapsizlar, tasavvur qilinglar. Tasavvur kelyapsiz. Yelka urushib ketdi. Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Didingiz o'zi tamomsiz. Biz nima qilishimiz kerak? Tashlasak bari kalta yeymiz. To'g'rimi? Bunaqa holatda nima qilamiz? Meditsinadan foydalanamiz. Inson organizmidagi eng nozik to'chka qat yurak. Hali 13-betga kelganimiz yo'q. Inson organizmidagi eng nozik nuqta yurak. Biz yurakka zarba beramiz. Chunki yurakda ko'ngil va qalb bor. Biz yurakni zaxovat qilsak, bu miyaga sekin signal beradi-da. Miya ko'zga signal berib, ko'zni yoshartirib, shunda endi uni qanaqa zarba berishni ko'rsataman. Ushaysiz, menga qara, yelkin ha. Endi hujumga o'tamiz. Akajon. Bolalarim bor aka. Kerak emas aka, o'zim miyam ham charchab turibdi. Pochkam ham og'rib turibdi. Ko'ryapsiz-a, o'zi yurak bo'shadi. Mana shunaqa payt bitta beramiz yurak bo'shadi. Kelishdiga. Nursulton Ro'ziboyev, rahmat. Qarsanglar bo'lsin. Chempion. Haqiqiy chempion. Gap yo'q. Mashrabjon Ro'ziboyev ham kelibdi-yu, ha? Keling baqa. Qarsang bo'lsin. Baqa keling. Siz bilan ham bir salomat. Qattiq akam qo'lim. Ha, keling. Nima qilamiz? Turibsiz. Endi kurashdamiz. Oyoqqa kirdingiz. Oyoqqa kirdingiz. Bizi kurashchilar nima qilyapti? Bo'g'moqchi, zaxvat qilib, qayirib, hech narsa qilish kerak. Bunaqa payt o'ng oyoq bo'sh. Nima qilamiz? Hoppa. 30 sekund o'zi. Karbonat angidek burundan kiradi. Bo'ldi, o'zi quyilab yuraverasiz. Baka edi. Tushundingiz-a? Salomat. Eng oddiy usullar. Bular hammasi meditsina. Mana barmoqni emasman bajaraman. Zo'r, yanachi. Kelishdiga. Butun dunyo mana barmoqdan bunaqa qilish uchun foydalansa, bizda tuvlik yeyishdan foydalansa bo'laveradi. Kelishdiga. O'rtoqlar, darsni shu joyda to'xtatishdan oldin bitta narsani aytib qo'yay. Agar men butun ta'lim sistemasiga bitta lifehack, bitta master class bermoqchiman. Agar meditsinada sizlar poraxo'r o'qituvchini aniqlamoqchi bo'lsalaringiz, men aytganimni qilinglar. Agar o'qituvchi o'quvchiga 2 qo'ysa, u hayotda pora olmaydi. Agar 1 qo'ysa, o'sha poraxo'r. Chunki 1da 4 qilish oson. Ikkinchisi, bizni bolalarga motivatsiya kerak emas. Bizni bolalarga matematika kerak. Mana, bolalaringiz necha pulga boradi xususiy maktabga? 4 million. Menda 3 ta bola. 1 oyda 12 million to'layman. 10 oyda 2 oy kanikul chiqib ketdi. Qancha bo'ladi? 120 million. 11 yilda qancha bo'ladi shu? 11 da 120 ko'paytir. 1 milliard 200 million. Men nima qildim? Maktabga borib, maktabing necha pul desam 1 milliard dedi. Maktab 1 milliardga sotib oldim-da, o'zlariga arenda qilib berib qo'ydim. Bolalar tekinga o'qiydi, butun maktab menga arenda to'laydi. Tushunyapsizlar-a? Bizga motivatsiya kerak emas, matematika kerak. Haydar Haydarovich, men endi o'zim ishimni qilyapman. Mirjalol Yo'lchiyev degan talabingiz kech qoldi. Qani kirsinchi? Mirjalol Ne'matov. Jurnalda shunaqami? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, kelingchi. Siz qayerda yuribsiz? O'tgan darslarda nima yo'q edingiz? Direktor tadbirlarga jo'natgan. Tadbirlarga jo'natdi.
Uka hozir bit turaman, shani dalaga chiqib, ko'chaga chiqib, dalaga chiqib ting 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 qilib yuraverasiz, uka. Savol beraman, topsangiz o'tirasiz. Kelishdiki, Bo'ldi. savol. Ko'zni vazifasi nima? Ko'z ko'rish uchun Bo'ldimi? bilmadim lekin. Qiz shuni qatta. Yaxshi. To'ylar qancha chiqyapsiz? Qulog'imga aytavering, mayli xijolatmasiz. Xafa bo'lmasang ham gitara ekan, ha? Hozir bit turaman, o'sha ko'chadaman. Endi menga gitara. Yo, bormi bunaqa qo'sh? Bor. Demak, oldin urgan ekanman-da, eslamayapman. Darsga kirsinmi, kirmasinmi? Topolmadi. Kiray, darsga kiray. Hal qilma deydi. Mediklar nima deysizlar? Mana shunaqa bilimi yo'qlar o'qishga kirsin deb sanaqalarda orqasidan hamma o'lib ketyapti operatsiyada. Eshik tashqaridan, uka, eshik bilmadingiz. Kirsam bo'lmaydimi dars? Yo'q. Chiqing. Dars savol Mirjalolga bitta qarsiylar bilan kuzatib qo'yamiz, uka, o'sha yerlarda. Rahmat. Soya salqinda o'ynab. Kelishdigi hozir mana shu iyun oyida mana bedana bulbullar ko'payadigan paytda. Tushunyapsizlar? Yana bitta narsa, bugun gapimdan ko'p mediklar xafa bo'lib qolmanglar. Men shunchaki qo'shtirnoqchidagilarga gapirdim. Meni niyatim xuddi sizlarga o'xshab bitta O'zbekistonda hech kim meditsinadan jabr ko'rishini xohlamayman. Yaqinda bir o'g'aynim, eng yaqin o'g'aynim o'zini dadasini 33 ming dollarga Hindistonga borib operatsiya qildirdi. Bo'ynidagi osteoxondroz, grijan. Dada o'ldi. 33 mingga borib dadasini o'ltirib keldi. Men aytdim, shuni o'zimizda 3 mingga o'ltirib beradiganlar ham bor dedim. Mikrofonni ber. Bunday hisob... Yo'q, rahmat chekmayman. Kelishdigi o'rtoqlar. Meni niyatim bitta. Hindlar bizga kelib jigarni operatsiya qildirishini xohlayman. Butun dunyo bizda davolanishini xohlayman. Biz farzandlarimizni ko'tarib qatlargadir borishimiz kerak emas. Uning uchun nima qilish kerak? Qachonki bizda mayda detallarni bartaraf qilishimiz kerak. Ovqatni dastlabga qildirganimizda, dastlabkadan ko'ra tez yordam tez kelganda bizda rivojlanish boshlanadi. Aroqdan kitob qimmatroq sotilishni boshlaganda bizda rivojlanish boshlanadi meditsinada. Hozir bu darsdan keyin ketib qolish yo'q. Bitta gap aytaman. Elmurod yana chiqadi. 4-blok ham bor. Bugun bemalolmisizlar? Oxirgi paytda eshitib qolamiz. Endi men mikrofonni qo'yaman. Fanni tugatib qo'yay. Dars shu joyda tugaydi. Mana shu kindiydan tuq bag'iga men tushmayman. Bu katta mavzu bu. Bu ustozlaringiz bor, 10 ta, 15 ta bo'lib 7 kun, 8 kunlab o'tadi darslar. Bu boshqa darslarda bu. Bizniki tepas. Oxirgi payt kimdir aldab ketsa, endi o'zbekchilikda deb qo'yamiz, to'g'rimi? Kimdir nimadir qilib qo'ysa, uka didingga qo'yil. Otingga mana. Malades. Qarshi chop qo'ylar, xursand bo'lib qol. Mana padarkasan. Davay. Mana o'qituvchi dars shundan o'tish kerak. O'rtoqlar, qaranglar. O'zbekchilik deb qo'yishadi. Kimdir aldab ketsa, endi o'zbekchilikda hech qachon. Bilib olinglar, hech qachon farzandlaringizga ham aytinglar. Dunyoda faqat sanoqli davlatlarga nisbatan shunaqa ibora ishlatiladi. Misol uchun, ustasi farang bo'lsa, fransuzlarga nisbatan. Ishini vaqtida bajarsa, nemetskiy rashyot deb nemislarga nisbatan shu ibora ishlatiladi. Agar miyasi zo'r bo'lsa, yaponskiy miya deb ishlatishadi. Faqat Osiyo bo'yicha o'zbeklarga nisbatan o'zbekchilik iborasi qo'yilgan. Eshitganmisizlar? Trinidad tabagachilik degan so'z, Buenos Aireschilik, Avstraliyachilik, Afrikachilik yo'q, faqat o'zbeklar. Bu so'z qanday kelib chiqqan? Sovuq urush yillarida farzandlari, mahallasi, oilasini tinchligi uchun urushlarga borib 1.600.000 yaqin o'zbek halok bo'lgani uchun ham o'zbekchilik deyiladi. Urush yillarida odamlar uysiz qolgan payt boshqa millat vakillarini Toshkent non shahri deb umid bilan kelganda issiq bag'riga olib non bergani uchun o'zbekchilik deyiladi. O'zbekchilik degan so'z uyga mehmon kelsa, kimsan deyishdan oldin choyni iching, non deng, keyin gaplashamiz deydigan xarakteri borligi uchun ham o'zbekchilik deyiladi. Shuning uchun o'zbekchilik degan so'zni to'g'ri tushunishimiz kerak.
bizni o'zbekligimizni biz bugun mana do'ppilar tarqatdik. Muhammad Ali Eshonqulov o'sha yuksalish o'quv maktabini egasi shu bola o'zi yuridan aka sovg'a qiling dedi. Bugun tojiklar, qirg'izlar, qozoqlar, o'zbek hamma buni kichkinagina mehrimizni ramzi sifatida qabul qilasizlar. Bu shunchaki sizlarga bizni kichkina sovg'amiz. Bu do'ppi nima? Bu do'ppi nima? Bu do'ppi bizni kichkinagina milliy brendimizda. Agar bizni boshimizda do'ppimiz bo'lsa, biz chet elda yurganda bir-birimizni topishimiz oson, bir-birimizni tanib olishimiz oson. Bizni birlashtirish uchun ham do'ppi juda chiroyli turadi, juda muhim. Oddiy misol, Nursulton Ro'ziboyev butun boshli Amerikada turib kimgadir do'ppi kiygizdi. Qanaqa xursand bo'ldik? To'g'rimi? Butun boshli O'rta Osiyo san'atini eng katta darg'asi, ustoz san'atkor, afsonaviy ustoz Sherali Jo'rayev, jonlari jannatda bo'lsin. Mana shu inson butun umr boshida do'ppisi qo'lida tori bilan butun dunyoda baralla qo'shiq aytgan. Oxirgi payt internetlarda har xil kommentlarni o'qib qolyapmiz. Kimdir u deyapti, kim bu inson qanaqadir negativni so'kinishiga arziydigan loyiq inson emas. Bu inson buyuk insonlardan biri. O'zbek san'ati uchun oddiy misol keltiraman. O'sha bundan bir necha yillar oldin o'zbeklarda o'sha madaniyatini, urf-odatini yo'q qilish, ruslashtirish siyosati o'sha qachonlardir boshlangan payt, qo'rqmasdan o'zbegim deya boshida do'ppisi bilan Biruniy, Buxoriy bobolarimizni qo'shiqlarida zikr qilib aytib chiqqani uchun ham o'sha siyosat ancha uzoq yillarga to'xtatilgan. Shu odamning qo'shig'i munosabati bilan. Shu hozir agar ruxsat bersalaringiz, hammamiz boshimizda do'ppimiz bilan o'zbegim degan qo'shiqni birga aytsak, nima deysizlar? Bo'laveradimi? Faqat ketib qolmanglar, turib ketib olmanglar. Bundan keyin Murod chiqadi. Kelishdiga o'zbegimni birga aytamiz. Asiller içre pinhan Özbegim Tarihin mi asiller içre pinhan Özbegim Senga tengdan aş pamiru Ak saç diyan şah Söylesin Afrasya bu Söylesin ruhun hati Köhne tarih şadasida Bittem mercan Özbegim Arzek البروني أنا الحرزمي الفراب أولادن أسلين بلكي أسلوبك بلكي ترحمان أزبقم خيسرو Rum neyzesirin darda ama tağzrada Şingizu batıdığıra köksi kalkan Uzbegim
Mirza Ulug'bek Kurag'oning jadvali sirli osmon tog'iga qo'ydilar bir Alisher narasiga aksada birdi jahana şeriat ülkede buldu Şah-ı Sultan'a Uzbeki Mirza Babur sen fıgani alem üsreme soldu ot Şah meşrep kanı sinde urdi toya Uzbeki manem Vabililer hayırdır? Oh! Vabililer var mı mutluyum? Orta kaldı köhne tarih Orta kaldı derstem Ketdi vahming bitti zahming birga Topdi darmon Do'pplilar qani do'pplilar ko'rmayapman Qayga borsang boshda do'pping g'amas yurarsan girdayib Qayga borsam boshda do'ppim g'amas yurarman girdayib Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston O'zbegi menga pushkin bir jahonu menga bayrin bir jahon menga pushkin bir jahonu menga bayrin bir jahon lek Navoiydek bobom bor lek Navoiydek bobom bor ko'ksi osmon
o'zbegim ey. Ko'p yashay Zohir Shoh Jo'rayev. Olqishlar bo'lsin.